Assalomu alaykum qadrdonlar, bormisizlar, omonmisizlar? Mana bugun Xudo xolasa Nuroboddagi Tunikafon xizmatlarimizni yakunlab oldik. Mana qadrdonlar, qilgan ishlarimizni sizlarga ko'rsatib boramiz. Qadrdonlar, mana shu Tunikafonimiz, dorixonamizni hop, uzunligiga keladigan bo'lsak 820 ga 340 ga shu Tunikafon xizmatlarimiz ketdi. Hop qadrdonlar, o'rtadagi kosmosimiz narxi 1.850.000. Ustahaqi ichida o'rnatib berishlari bilan. Hop, Tunikafon chekkalarga keladigan bo'lsak, oq kaseta, qora piyayna holatda, qora karniz, oq lolasi bilan. Mana bunachilarimiz. Hozir ko'cha tomonni ko'rsataman. Hop qadrdonlar, mana ko'cha tomonining shapkasi. Mana obunachilar, jicha chala ishlarimiz bor, vodostoyka o'rnatyapmiz. Hop, sliflarni o'zimiz o'rnatdik. Sliflari metri 60.000 dan. Ustahaqi ichida, vodostoyka ham xuddi shu narxda bo'ladi. Qadrdonlar, ko'chamiz 85 chiqqan ekan, 80 chiqqan ekan. Obunachilarimiz jicha vodostoyka o'rnatish ishlari bo'lyapti hozir. Qadrdonlar, mana obunachilarimiz. Hop, ko'cha tomonimiz uzunligi 20 metr ekan. Sliflari, vodostoykalari 60.000 dan metri. Ustahaqi ichida. Ana qadrdonlar, kimga Tunikafon xizmatlari kerak bo'lsa, bexijolat telefon qilishlari mumkin. Telefon nomerlarini telefon pastiga qoldiramiz. Aytgan personellarda qilib beramiz, Xudo xolasa qo'ldan kelgancha. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar.